Hürmetlik vatandaş, bugün Çislak 2021 yıl 2. ayının 3. günü yuqordilikimizni sözlep bolduq. Yaqında Jungoda muşuna bilan qo'shqanda ikki hodisa, iqtisodiy hodisa yuz berdi. Birinci qatimda Alibabaning boshlig'i yoki shirkat boshlig'i, mudiriyat boshlig'i Moyun g'oyib bo'lib ketdi. Bir oy, 2 oy g'oyib bo'lib ketdi. Hozir endi tuyuqsiz paydo bo'ldi. Shu vaqtda markaz yoki Jungnanxay Moyinning shirkatiga monopol qilishga qarshi turish siyosatini tatbiq qildi. Moyinning beshi piqirab ketdi. Shunda xabarlar kelib turdi. Men bu to'g'ri sizlarga so'zlamadim, bir oyig'i chiqsin deb. Moyinning o'yini o'ynalib bo'ldi hozir. Moyin o'ttirg'i chiqdi. Bugun yana bir xabar keldi, ko'rib boqamiz. O'ttirg'i chiqdi. Maqsadi tahlil qilgan to'rbatları nima deb tahlil qildi desangiz, Gonsxeyin, ya'ni davlat bilan xususiylar birlashib turib shirkat boshqarish. Ayni chog'dagi siyosatni Moyinga taqdim qiladi yoki Moyinni shuningga taqlid qiladi degan edi. Undaq ish yuz bermadi. Moyinning iqtisodiy mulki yoki Moyinning Alibaba shirkati mablag' solg'ichilarining ichida Jiang Zeminning o'g'li Jiang Mianxin degan kishining ismi bor edi. Yo'qolib ketdi keyin bu gaplar. Endilikda uni qo'yib turaylik. Tuyuqsizlik Xayxan şirketi, ya'ni Xayxan guruhining gumron bo'ladiganligi bugun endi rasmiy jakarlandi. Jungoda 4 cho'ng aviatsiya shirkatining biri bo'lgandimi, shu shirkatlarning ichidagi eng kattasi Xayxan guruhi, ya'ni Haynandao aviatsiya guruhi. Şununla diqqat qiling vatandaş, Gobingoy bu to'g'rida to'xtalganda, ayni chog'da buning mablag'i yoki bankdan qarz olgan mablag'i Jungo doirasidan olqib chiqib Germaniya banklariga tutashgan edi vatandash. Germaniya banklariga tutashgan edi. Men hozir Wang Jian deganning Fransiyada 2 metr tomdan yiqilib o'lib ketdi degan voqeasini so'zlab berdim. Fransiya bilan Xayxan shirkatining Xayxan guruhining nima aloqasi bor, bu to'g'rida gap yo'q. Lekin bugun Xayxan guruhi gumron bo'ldi, tartib silinadi. Umumiy summa 700 milliard yuan deyildi vatandash. Xayxan guruhi gumron bo'ldigan bo'lsa, şirket bilan shirkatning o'rtasida munosabat aloqalari bo'lgan bo'lsa, yoki Jungoning qaysi bankisi bilan munosabat aloqada bo'lgan bo'lsa, savol qo'ying hurmatli vatandosh. Bu yerda gumron bo'layotgan Xayxan guruhi shirkatimi va yoki Xayxan guruhi shirkatiga munosabatlik banklarmi? Qochib qutlanmaydi, bunchalar pulga banka qochib qutlanmaydi. İkincisi, siz yana savol qo'ying vatandaş. Hozir Gobingoy degan jim turib oldi, u yolg'on so'zni so'raz so'zni so'm. 2 yildak Xayxan guruhi to'g'ri so'zlab keldi, bu ovoz yo'q. Uning Xayxan guruhining keyindagi bu ishni kimga bog'lagani? Wang Qishanga bog'lagan edi. Davlatning raisi Wang Qishanga bog'lagan edi. Bugun bu to'g'ridami gap yo'q, hozir yakka holda Xayxan guruhi gumron bo'ldi degan xabar keldi, men sizlarga yetkazyapman. İqtisodni davlat bilan birlashtirib, davlatning siyosiy hokimiyati bilan birlashtirib, davlatning siyosiy hokimiyatiga iqtisod qanday ta'sir ko'rsatadi degan so'z bilan birlashtirib tahlil qilsak, vatandosh dunyo tarixida urush bilan og'dirilib ketgan, harbiy kuch bilan og'dirilib ketgan davlatlarmi bo'ladi? Lekin bu davlatlar ko'p sonda emas. İmperiyalarning gumron bo'lishi, davlatning halok bo'lishi, munqariz bo'lishi, gumron bo'lishi, bu tegetekdan aytgan iqtisodga munosabatlik masalada vatandosh. Masalan, oldimizga Rossiyaning sobiq sovetlarning gumron bo'lishi dal iqtisodga munosabatlik gumron bo'lishdir. Bu iqtisod avval axloq krizisini boshlaydi. Bu iqtisod shuningdek siyosiy krizisni keltirib chiqardi vatandash. Biz hozirgacha 2 yildan beri iqtisodiy jihatda Jungoga shuncha besim yetib kelsimi, Jungo midirlab boqmadi. Ish demak, asta-asta kelamda qandaq. Ish yo'shurun kelamda qandaq.
Zerbe bevosita emas. Vositalik kelamda qandaq. Bugun Xayxon Guroyi gumron bo'ldi vatandosh. Mesela alaylı pulun devlet için qanchalik muhim narsa ekanligi berib, avval bir hokimiyatning moliyasiga berib ketiladigan bo'lsa, moliya o'zini mustaqil tutolmasa, moliya o'zini qepindira olmasa, moliya davlatning talabini, iqtisodiy talablarini qondira olmasa, davlat halok bo'ldi degan. Bugün Xayxon Guroyi moliyaga munosabatsiz, lekin moliyaga bevosita munosabatsiz. Buningda oladigan bojma o'xshashli moliya kirdi, buning chataq yo'q. Lekin Xayxon Guroyi savol qo'ying, qaysi tarafga? Bankigami? Yoki hokimiyat ichidagi paloni pistonigami? Yoki hokimiyat sirtidagi pensiyaga chiqqan paloni pistonigami? Zada kimga munosabatlik? Bugun Xayxon Guroyi gumron bo'ldi. Jungo iqtisodiga nima baloyi ofat elib keladi? Jungoning hukumat va siyosat hokimiyatiga nima baloyi ofatlarni elib keladi? Demak bu baloyi ofat muqara. Chunki iqtisodning kelishi, iqtisodning ketishi, foyda elishi, ziyon selishi bu kishilarning ilkidagi narsa emas. Iqtisodning o'zining qonuniyati va vatandosh. Agar o qonuniyat bo'lmasa, kriz yuz bermasa bo'ladi, mol bahosi o'rlamasa bo'ladi, kayni yenib tushib ketmasa bo'ladi, ishlab chiqarish degan davomli bir xilda taqildab ishlab chiqarilib tursa bo'ladi. Dunyo bunday ish yo'q. Iqtisodning o'ziga xos qonuniyati. Bugün davron qilayotgan hatta xalqaro jamiyatga moslashgan holda, tutashgan holda, masalan, Germaniya bankisi qarz oldi bu shirkat dedi-ku, tutashgan holda Xayxon Guroyiga daz ketdi, gumron bo'ldi vatandosh. Hozir setib elish degan vaqtida setib olgan mahsulotlar xalqaro bozorda olgan, balki aviatsiya shirkatlari yoki balki texnik va shirkatlar shularni setib elib hozir o shirkatlarning o'ddisidan chiqolmadi, Xayxon Guroyi gumron bo'ldi degan gap. Bu Jungo Kompartiyasining siyosiy hokimiyatiga nima elib keladi? Gap mana müşahede. Agar tayyorlashga vaqtimiz yetsa tayyorlaymiz, yaqinda bir nafar xiyonatchi amaldorlarga o'lim jazosi berdi. Degidek bir hafta vaqt ichida o'lim jazosi berdi. Hozir torbatlar qaynayotdi. Buningdagi sir nada dedi. Hozir uning qo'lidagi naq oltin 2000 kilogramdan ortiqmi qandaq? Shundaq bir son chiqdi. 2000 kilogram atrofidagi oltin, paqirab turgan oltin. Tuyuqsuzlu ölüm cezası biri verdi. Bu doğrudu mu haber var? Vaktim yetse, yetkizim bulmasa, haberler ciddileşip gelse, ciddi haberler söyleşimiz vatandaşlar. İş manımuşiyet. Gepnin atsı, Jungo Kompartiyasını, mesela Govingo'yu ağdır men deydi, demokratlar ağdır men deydi, men deymen, mustemlik sistemi gumran buluş gerek deymen. Şundaq arzular, şundaq xiyallar, şundaq tələblə, şundaq kütüşlə, muşundaq kilovat, muşundaq çoğulunub durğan bir peytdə Azər ən çoğun şirkət Xaynandav Aviasiya şirkəti gumran bol. Vatandaşım. Endi hazırki Jungo'nun içindeki siyasetdeki özgürlüş qarışsanız mı? Hazır mustamlika Uyg'uristonda hadab qo'lga ilish, ta'qib qilish, tunugunki tarjima qilgan maqolamizda ko'rsatdik. Hozir turmalarga qamalgan, nazarband qilingan oilalar, bola chaqalar degidek hozir vatanda Xinjiangda bir yerga toplanishga boshladi dedi. Mayli rost bo'lsin bu xabar, mayli yolg'on bo'lsin, lekin o'tirg'i chiqdi. Zada nima ish? O tarafini siz biz bilmaymiz. Hozir maxfiy iskilat bilan boshqaryapti butun Xinjiangni, mustamlika Uyg'uristonni. Uni qo'yaylik. Bugun iqtisod mushu kunga kelganda hozir Jungoning ichki qismidagi virus, yuqumli virus hadegala turganda Jungoning ichki qismida ochlik, yetersizligi, eksport import masalasidan chataq chiqib turganda mening qiziqadiganim Xayxon Guroyining oqibati qanday bo'ladi? Gumron bo'lsa bu yana boshqalarni so'rab ketadigan ish bo'lamdi yo'q. Mesela yani 4 cho'ng shirkat, 3 cho'ng shirkat bor Xayxon
şirketiga o'xshaydigan shirkatdan 3 cho'ng shirkat var. Men boshda aytdim, bular o'zaro munosabatda aloqada, pul oldi bergida aloqada. Xayxan Guroy gumron bo'lgan amman Jungo jamiyatiga emas, Jungoning siyosiy hokimiyatiga qandaq ta'sir yetkazadi degan savolni vatandoshim sizning oldingizga qo'yib